Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz qancha o'zingizga qisqacha olsangiz. Men o'zim Qashqarning Maralbeshi Seriq bo'yining 3-arkomisining Abdulg'ani Musa bo'laman. Tuqqanlarni ko'rsatmay qancha bo'ldingizlar? Tuqqanlarni ko'rsatmagiga onam bilan akalarim bilan ko'rsatmagiga 3 yil bo'ldi. Bolalarim bilan ularningki ketgan bormi? Shu hammasi turmida. Anglashimcha 8 qarindosh va 8 qarindoshninki hammalar ichida. Bu onam Bu anam bo'ldi, bu akam cho'ng akam bo'ldi. Burun 5 yil turmada yotgan, Qur'on o'qitibdi u yerda. Keyin yana 3 yil yotdi, so'ng 8 yilda ma'dum qilib yana jir ketdi. Shunda 8 yilda 8 ni oyog'ini ulab yetdi turmada. Ma'va mening anam Nuhanimin bo'ldi. Nuhanimin bo'ldi, bu men. Biz Urumchi cho'ng bozorda tushganimiz. Ma'va mush akam shu 8 yil turmada, hozir men turmada. Gunoh yo'q, gunoh Uyg'urwan gunohi bor. Ma tag'am bo'lmash tarbiyalash. Ma'va Abdurahmon degan elim buni Shanxay tutmashga ketgan. Shanxaydan hozir 2 yilda bo'ldi, hech qanday bir xabar yo'q. Ma'va mening ishga qizim, bular hozir shu tarbiyalash lagerida deb anglashimcha. Ma'va yana bir kızım, bu mu yok umudaki tarbiyeleş lagerda. Bu Nazira, bu Ayşe, bu Saliha, bu Hadice. Şu cemi 5-6 Ma'va. Bu Enver, bu Mücahit. Bu Saliha, bu Hadice. Mana bu mening bu bashbadan men bu yog'i mangashdan burun quloq qavaqsa rasm o'tatib qubab yeb kelgan. Shu bas qolgan. Bu mening Xolida degan qizim. Men 8 qarindoshlarimga Tahir Musa, Axutun turmida, Eli Musa, Axutun yüz turmida, qonu mayma ayog'i ajib ketgan. Qali Musa degan o'ynim bor turmida. Gulbahor degan sanim bor ummu turmida. Abdurahmonjon ummu turmida. Eziljon deb yenim bor ummu turmida. Bizning oila bo'yicha anam turmida, Arzugul deb o'qitish sanim bor ummu turmida tarbiyalashda. Ular jinoyat nima? Ular jinoyati Uyg'ur o'g'illik, vatanning egzi o'g'illik. Siz bu shikoyatni bu ikrom chiqishdan burun inson haqlari xalqaro kechirim tashkilotlariga sundum deganda qanday? Sundum, lekin o'ldim xabar taqammida. Bu javob siz bermaydi. Bundan keyin yani bu davomli da'vo qilamsiz yoki? Bundan keyin bu shu shu urug' tuqqanlarim bilan ko'rishgacha jambo'g'icha men bu da'voni davomlashtiraman. Bizning Cumhurbaşkanımız Erdoğan deydigan bir men Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslime biz Uyg'urlarga sahip chiqib bizga davoyimizga bizning qarindoshlarimizni, bolalarimni keltirib berishga men yordam qilsin deyman.